Shunaqa videolarni ham ko'ring, maza qilasiz. Shunda ham bo'lar bo'lmas narsalarni ko'rib vaqtimizni o'tkazib yuboryapmiz. Assalomu alaykum. Do'stlar, bir akamiz topgan foydalarini 3 ga bo'lar ekanlar. $100 shu Allohning yo'liga deb bir qismini berdilar, yana bir qismini ham shu o'zlaringiz lozim deb topgan joyga ishlatasizlar deb berganlar. Alloh rozi bo'lsin. Endi buni qarang, bunga e'tibor qaratamiz. Bir opamiz ham ehson qilishlikka odatlanganlar. Nabirali bo'libdilarmi, shunaqa farzandli bo'libdi, oilalarga mehmon kelibdi. $100ni hali 5 to'y qilib, har xil to'qlarga ehson qilmasdan shu otasiz mehrga muhtoj bolajonlarga shularni bir xursand qilishlikka deb turib $100ni shunga ajratdilar. Qurilish qilyapmiz. Endi ko'p oiladayu bir xonada 6 ta jon turibdi degan oilamizga 1 millionni shunga ajratibdilar. Alloh rozi bo'lsin. Bu 200 mingni o'zlaringiz lozim deb topgan joyga ishlatasiz deganlar. Nima maqsadda ehson berishayotgan bo'lsa, Alloh taolo ko'rib turibdi. Qani pullarini qayerga ishlatishni bilishyapti. Haqiqiy mana o'zlariga ishlatishyapti, oxiratlariga ishlatishyapti inshaalloh. Endi bu qarang. Bu kiyimlarga e'tibor beramiz. Zamonaviy kurtkalardan bir olibtasidan, hali zamonaviy til qilib aytganda, olibtasidan sparfga deysizmi? Bittasini qani ochingchi. Kamzillar. Bu hali voy injig'idan ekan bu. Bir qancha onalar bor, bolalarini boqishyapti, endi go'day bolalarini otasizlikda. Shularga bersak, bular qanaqa duo qiladi. Endi bu kiyimni mana ehson qilib berdilar shu odam, qarang. Shunday gap bor ekan. Bu kiyim to o'sha odamni ustida ekan, o'sha bergan odam Allohning himoyasida bo'lar ekan. Qarang. Endi bitta miskinni, bitta g'aribni, bitta yetimni qornini to'qlab qo'yishlik bu qanday baxt. Ibrohim alayhissalom ko'p aytamiz, Ka'bani qurganlarda Alloh taolodan so'ragan ekanlar. Ya Robbi, bundan ham ulug'roq savob bormi deganlarda Alloh taolo shunday javob qilgan ekanki, bir odamni qornini to'yg'izib qo'yishlikdir. Mo'minni demadi, miskinni demadi, odam bo'lsa bo'ldi ekan. Shunday ekan, do'stlar, kelinglar. Birgalikda shunaqangiz otasiz mehrga muhtoj oila bolajonlarimizni endi oy vaqtlari kelib qolibdi, Vahab aka, qarang. Kunini belgilasak, qadoqlashimizni qo'yadigan bo'lsak, nechinchiga qilamiz? Juma kuni qadoqlash qilsak, nechinchi oktyabr bo'ladi? 10-oktyabr juma kuni qadoqlash qilamiz. 11-12-oktyabr kunlari shanba yakshanba bo'ladi. Bu xarajatlar tarqatish bo'ladi. Xo'p, hozirda bizga go'shimiz bor, nonimiz ham bo'ldi. Xo'p, 100 dan ortiq oilani xudo xolasa xarajatlariga tayyorgarlikni boshladik. Imkoni yo'qlar, xijolat bo'lmang. Shu ishlarni ko'rib maza qildim. Men ham imkonim bo'lganda ehson qilardim degan odam bitta like bosib, kommentariya deb duo qilib qo'yadi. Shu ehson qilayotganlarni va havas qilgan odam bitta shu ishni qiladi. Endi nahot shuncha videoni ko'ryapmiz. Bir to'ba qildim, masqarabozlarni videolariga like bosib nima qilib tashlayapsiz? Nahot endi bu shu yetimlarni odatda bu so'zni aytmas edim, majbur bo'lib qolyapman. Ko'yni yarim qalbi o'ksuk, shunaqa mehrga muhtoj oila bolajonlarimizni bir ustida harakat qilayotganimizda bitta qarang, shu barmog'ingiz bitta like ga ishlamayapti-da, boshga kuchi yetmayapti. Bu qanaqa kuchsizlik? To'g'risini aytganda biz shunaqa deb o'ylab qolyapmiz-da. Do'stlar, qarang, mana shuncha insonlar nimaga ehson beryapti? Oxiratdan umidi bor, buni mukofoti bor, bilgani uchun ehson qilyapti. Duo qilaylik, nima maqsadda ehson qilishayotgan bo'lsa, Alloh taolo o'ylaganlardan ham ziyodasini bersin. Yana aytamiz, ehson qilishga imkoningiz bo'lmasa xijolat bo'lmang. Shu videoni bitta yaqiningizga, yaxshi ko'rgan odamingizga jo'nating shu videoda. Chunki u inson ehson qilay, qatga qilay, kimga qilay deyotgan bo'lsa, shu mana joyiga boradi, siz ham teppa-teng sherik bo'lib qolasiz. Endi bundan keyin endi jo'natmasangiz ham bo'lmasa kerak. Instagramda jo'natamiz, va bir masqarabozlarni, giflarni, shuni ham jo'nataylik. Mana eng haqlisi, to'g'risi shu bo'ladi, do'stlar. Tezlashamiz, imkon qadar. Mana karta raqamlarimizni qo'yyapmiz. Ahmadjonov Azamjon chiqadi. Bunaqa bolajonlarni bir xizmatini qilay degan nechta. Vaqtimiz ketdi. Juma kuni xudo xolasa qadoqlashimiz, kutib qolamiz, bemalol kelinglar shu joylarimizda. Marg'ilon saxovati hamda Fergana Media ommaviy axborot vositalarining muxbirlari xizmatlaringizda. Salomat bo'linglar.